Bugungi kunda mana fermer xo'jaligimizda terim ishlari jadal davom etmoqda. Bu yil mana yangi qo'shqotor usulda Xitoy navining 52 navini ekkanmiz. Hosildorligi yaxshi ekan. 50 nafardan oshiq ishchi a'zolarimiz bor. 66 gektar yerga paxta ekkanmiz. 34 gektarga bug'doy ekkanmiz. Bug'doydan 80 sentrlardan oshiq hosildorlik oldik. Mana paxtadan xudo xolasa 60 sentrlardan hosil yig'ishtiryapmiz. Avvalo prezidentimizga rahmat, biz fermerlarga, tadbirkorlarga qulay shart-sharoit yaratib bergani uchun rahmat. Mana bundan 8 yil, 10 yil burun bunaqangi erkin o'zimiz harakat qila olmasdik. O'zimiz xohlagandaqa ish qila olmasdik. Mana hozir xohlasak Xitoy urug', xohlasak mahalliy urug', qaysi birini tanlasak bizga mahalliy hokimiyat boshchiligida labbay deb yordam qilishyapti. Prezidentimizga rahmat. Mana shu terim mashina kelishidan oldin biz qo'lda terardik. 100-120 nafar terimchi bilan bir kunda 9 tonna, 8 tonna paxta terardik. Mana bugungi kunda terim mashinasida 25-30 tonna paxta terilyapti. Bu degani 250-280 nafar terimchini bir kunda nimasini qilyapti, ishini qilyapti. Mana shu 25-30 tonnani 10 nafar ishchi a'zolar bilan terib qo'yyapmiz. 4 nafari mexanizator, 4 nafari o'sha o'zimiz ishchilar, 2 nafar o'sha kombaynchi operatorlar bilan 10 nafar bilan 25-30 tonna paxtani bir kunda terib topshiryapmiz. Oldin o'sha mashina terim kelishdan oldin qo'l terimda 1 terim, 2 terim, 3 terimgacha bo'lib ketardi. Mana hozir mana terim mashinada bitta ochiltirib, birdaniga bir ovora bilan o'sha 60-65 sentner paxtani yig'ishtirib olyapmiz.